Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz a'zolari, obunachilar hamda obuna bo'lmasdan bizni kuzatayotganlar. Biz bugun Andijon viloyati Shahrixondagi do'konimizdan sizlarga bir o'rtacha bir 5 minutdan 10 minutgacha bo'lganlik video qilib beramiz. Xo'p, bugungi sanamiz 7-may 2026-yil. Do'konni tushuntirishdan oldin sizlarga bitta manzil tushuntirib o'tib ketay. O'zbekiston bo'yicha hamma joyga yetkazdirib berish xizmatimiz bor. Bu yoq Andijon tomonga ketish, bu tomon Toshkent tomonga ketish. Shahrixonni Kurgovoyga 500 metr yetmasdan do'konimiz, ya'ni do'konning nomi Optim Pastel. Bu yerda nimalar sotiladi? Kichkintoy multfilm ko'ryapti. Sochiqlar bor. Bir 3 kundan keyin 3 kun 4 kunda shunaqa zo'r sochiqlarimiz keladi, xudo xolasa. Salfetkalarda ham vobshe yangiliklari keladi. Oldingi videolarimizda ham ko'rsatganmiz. 11 mingdan Optim narxlarda. Donaga ham shunaqa 11 mingdan. 10 ta ham 2 marta ham beraveramiz. Bitta pachkada 2 martadan bo'ladi. Navluchkalar bor. Chekasi Kurjavali eng originali. Xitoyga borganlar biladi, Muhammad Ali M-brendli do'konidan olingan. Bular narxi 50 ming jupi, bular 40 mingdan. To'rtburchagi ham bor, uzunchog'i ham bor. Ango firmaniki. Ango firmani bilgan biladi. Bilmaganlar o'zi biladi. Xo'p. Parfyum narsalarimiz yangiliklari kelgan, ya'ni nimalar desanglar, keyinroq to'xtalamiz parfyumga. Hozirlar bilan qisqacha pastellarni bir ko'rib chiqamiz. Pastellarimiz har xil, u tepada turgan o'shalar hammasi 140 mingdan donaga, Optimchilarga 130 mingdan. Buni misol arzon ekan, qimmat ekan degan fikr bo'lmasin. Kelib ko'rasizlar, sifatini undan keyin unaqa ekan, bunaqa ekan desanglar zo'r bo'ladi. Bunaqa vishipkalilarimiz bor. Bularimiz 120 mingga 180 ming. Bular vobshe chiroyli, umuman boshqacha narsalar. Har xil rasvetkalari bor. Xo'p, bu yoqda mana M-brend har xil pastellari bor. Hozirgi trendda bo'layotgan Hermeslar. Juda ham ko'p turdagi narsalarimiz bor. Musovullarga ham bir to'xtalib o'tamiz. Bir qator oz orada. Dasturxonlarni shu yerda ko'rsatib o'tyapmiz. Baklashkalilarni ham, boshqalarni ham ko'raverasizlar. Yangilik dasturxonlar uchib ketyapti, uchib. Hamma razmeri bor. Buni 180 dan boshlab 410 gacha. Piletlar 2 kishilik, 1 kishilik. Hozirda bozor juda chaqqon bo'layotgan par, toza. Shunaqa g'ijim-g'ijimli bolishlar. Bu yoqda letnilar, kovriklar. Bu yil sezayotgan bo'lsanglar, mana shu narsa ham rosa trendda bo'lyapti, katali narsa. Buni ham har xil rasvetkalari keladi. Bir 4 kunlikdagi nimamizda. Mana buni rasmi qanaqa ekan desanglar, mana ko'rsataman. Mana mashinalar trendda bu yil. Qimmat emas, arzon emas, o'rta. Bular nima deyapti, ko'ringlar. Do'konimiz xudo xolasa ertalab 8:30 da ochiladi, kechasi 22:00 gacha. Vodiyda juda ko'plab tumanlardan klientlarimiz bor, kelib olib ketishadi. Kelolmaydiganlarga Telegram gruppamiz ham bor. Pastda nomer qoldiramiz, yozsanglar gruppamizga qo'shib qo'yamiz. Mana babon deb qo'yadi, bobon deb. Shular ham komplekt, nabor, par ko'rpa. Adyollar, sochiqlar, dasturxonlar bu yoqda mana ko'rishinglar mumkin. Bu dasturxonlar ham rosa ketyapti, mana shu dasturxonlar ham. Har xil razmerlarda bor. Kenzo, Ango, Bahodir, Hermes sochiqlar, quluplar, parbolishlar Xitoy. Ko'raverasizlar. Bu naborlarimiz mana shular ham eng so'nggi yangilikdagilar. 6 ta 100 sochiq, 6 ta banni sochiq, 600 ming narxi. O'zbekistonda hamma joyiga chiqarib beramiz. Mana sauna sochiqni ishlatganlar biladi, juda ham zo'r, juda katta. 120 mingdan donasi. Sotuvchilarga ozgina yo'li bor. Endi saunlarimiz doimgidek reklamaga umuman muhtoj emas, lekin baribir bir yaxshi narsani sizlarga ilinib beraman. Birinchi o'rindagisini ko'rsatish kerak, shaftoli. Qolgani undan keyin. Hammasini o'ziga yarasha hidi bor. Atirli saunlar, ichida machalkalik. Bularimiz narxi donaga 20 mingdan, Optimchilarga 18 ming, 17 ming.
Buni 15 milliklari ham chiqib ketgan, faqat adashmanglar ularga. Ular o'zingizga boshqacharoq bo'ladi. Bu yerda qimmat sovunimiz bu hamda bu. Shular uchib ketyapti 25 ta. Mana sovunimiz yangi keldi. 2 kun bo'ldi o'zimiz ochdik. Shunaqa zo'r ekan, tavsiya qilaman. Hamma sovundan ham ko'ra bir boshqacha ekan. Ko'ringlar. Bunaqa sovunlarimiz ham bor. Echkili deydi kimdir qo'yli deydi. Har xil ko'rinishdagilari bor. Hop, endi aloylar bor edi, lorislar doimgidek bor edi. Jitkimilar, ya'ni suyuq sovunimiz bunaqa turi keldi. Bunisi 30 ming bo'lsa, mana bunisi 40 ming kattaroqlari. Buni grammini bitta ko'rib beramiz. Hop, 500 millilitr. Bu dilya dushlarimizdan ham keldi. Juda ko'pchilik so'ragan edi, shu bantikchalikdan deb. Mana fioletoviy ham keldi. Bu ham dilya dushlar. Dilya dushlarimiz bular 70 mingdan, bular 60 mingdan. Originali, adashib qolmanglar. Shular ham 70 mingdan. Buni mo ichidamda guli ham bor, ko'rayotgan bo'lsa. Hidlari mana shu gullikiga o'xshab turadi buniki. Bu ko'kniki yana bir boshqacha. Keyin yana eng bizda zo'r ketadigan ikkita shampundan bittasi mana shu bo'ladi, zaytunli sarig'i. 24 dona kecha kelodi, 6, 9, 12, 15, 16 ta qopdi. 8 tasi ketibdi bir kunda. Mana imbir shampunimiz 30 ta kelodi. 8 ta, 12, 13, 14, 15, 16, 21. Bundan 9 ta ketibdi. Narxlari 70 mingdan. Bu 1 litrli, bu tak 720 ekan. Keratinli shampunlar bular 50 mingdan. Bu shampunlar 70 mingdan. SPF'lar bor har xillari, ana quyoshga qarshi. Uzum sovunlar bor. Bu yerda anaqa qimmat originali ham bor uzum sovunda. Ikkita qopdi. Bundan tashqari atirlarimiz ham bor. Babilar kelgan. Atirlarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Har xil 70 mingdan betdagilar 100 minggacha. Mashinasi uchib ketdi, umuman qolmadi shundan. Bugun zakaz qilamiz. Nomini ham bir ko'rsatib qo'yay. 100 ming so'm, shunaqa zo'r ekan ayollarga, erkaklarga. Qolganlari ham o'ziga yarasha. Keyin mana zarda oranjevisi ham zo'r ketdi. Ularimiz 50 ming so'm. Hammasi Xitoy mahsuloti. 24 ga ham yangilik. Buni ham teklentimiz oldirib qo'ygan. 4-5 kunda zo'r yangilik pastellarimiz keladi. Xudo xolasa sizlarga obzor qilib, imkon qadar narxlari bilan ham tashlashga harakat qilamiz. Kanalga obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki bundan buyog'iga yana ham bir foydali videolarni o'tkazdirib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Sovunlarimiz mana zapasi bilan. Har bitta pachkasi 18 tadan bo'ladi. Atirlilar 12 tadan bo'ladi. Qozon yuvg'ichlar, bular ham vahshiy zo'r narsa. 20 ming so'm mana shu bitta to'plam. Bunaqa sovunlar bor, ilgich nimalar bor. Sochiqlar. Keyin mana bu narsa ham yangilik narsa. Biz 2-3 oy oldin olib kelganmiz, o'shundan beri sotamiz. Faqat ko'p kattaroq do'konlar endi olib kelishyapti Xitoyga boradiganlar. Rulon, ya'ni rulon ro'molcha desalar ham bo'laveradi. Vahshiy zo'r narsa. Pastda nomer qoldiramiz, Telegramga kirib, o'sha nomerdan gruppani tashlaylar yoki gruppaga qo'shib qo'yinglar desalar, silkasini qo'shib qo'yamiz. Videoni oxirroqdan yoki o'rtaroqdan ko'rayotganlar uchun bu videomiz Andijon shaharxonidan olindi. Bu yerdagi deyarli 99% narsa Xitoyniki. Bir 2 dona narsamiz O'zbekistonniki bo'lishi mumkin. U ham talab, iltimoslarga binoan olib kelib qo'yilgan. O'zim Xitoydan olib kelaman. Keyin Xitoyga boruvchilar bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. 20 kun, 25 kunlarda yana Xitoyga ketaman. Nasib bo'lsa, o'zim bilan 5 tadan 10 tagacha odam olib ketaman. Aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.